Barakalla. Yashang qizim. Assalomu alaykum dadajon, yaxshi keldingizmi? Keling, bularni menga bera qoling. To'xtang. Siz oldin mana go'shtni oling. Buni tuzlab turib, qo'shnimiznikiga olib kirib berasiz. Biz go'shtimizni qo'shnini xolodilligida saqlaymiz. O'zimizda yo'qmi? Yo'q, faxrlanib aytamanki, bizda xolodilligimiz yo'q hali. Paypog'im qayerda? Iye, bira kelingiz qayerda? Menga qarang kuyovalar, havo 40 gradus issiq bo'lyapti. Undan ko'ra chiqib ish qilsangiz bo'lmaydimi? Tashab chiqdim dadajon. Ha, yaxshi. Bizning xonadonning sharoitlari bilan sekin-sekin tanishib olasizda endi keyin. Mana bu kartoshka, piyoz so'zlarni biz yerga ko'mamiz. Sizga qaynukingiz yordam beradi. O'g'li, paypog'im qayerda? Sen paypoqqa to'yasanmi sen? Senga paypoq kerakmi? Olma shu paypoq. Sen to'y paypoqqa. Sizni paypog'ingiz kerak emas, qanotdan bergan paypog'ni so'ray turadi. Dadajon, kechga nima ovqat qilay? Achchiqqina mastava qiling bitta, go'shtli qilib. Bo'lmasa qo'shninikidan go'sht olib chiqish kerak-da. Ha, aka. Ovqat qilib turdik, go'shtli qilib. Qachongacha saqlab beraman men sizga go'shingizni? Meni oldimda hijolat qilmasangiz ham shu keliningizni oldida uyering. Bitta xolodilni olib bering endi. Sen yosh bola narsa nima menga aql o'rgatyapsan? Bor go'shim olibchi. Olaman o'sha xolodillikni. Bugun olaman, inzuridan olaman. Demak, valni olar ekansizlar. Bo'ldi, hozir go'sht olib chiqaman men. Voy, valna. Dadajon, shunisini olaylik. Kelin shu xolodillik yaxshimi? Albatta, buchi pastokda ham bemalol ishlaydi. Qolaversa, ovozi umuman chiqmaydi. Mahsulotlaringizni uzoq vaqtgacha bemalol yap-yangidek saqlab beradi. Biz uyda ham xuddi shunaqasini ishlatamiz. Sevgili, qaynonam bergan kuyovchiga paypoq qayerda? Paypoq. Sharmanda.